Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Hozir Toshkent shahar Zangiotadamiz. Yana bir navbatdagi fayzli xonadonlarimizning biriga yetib kelganmiz. Bu joyimizga termopanel ishlarimizni boshlab yuborganmiz. Devorimiz g'isht holatda. Suvoq qilish shart emas, shundoq g'isht ustidan terilyapti termopanellarimiz. Mana darvozani yog'i xudo xolasa panellarimiz tayyor. Ertaga xudo xolasa buni tepasini bitirib yoniga o'tiladi. Ichkarilari bilan to'liq holatda izolyatsiya qilinyapti termopanellarimiz bilan. Mana termopanellarimizni holati. Arkasi 3 sm, 3,5 sm atrofida pokey bo'ladi. 1 sm qalin tosh bo'ladi. Kafilniga terilgan. Arqalari ham agraflardan yana qotirib ketiladi qo'shimchasiga. Hurmatli kuzatuvchilar, kimga mana shunday sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Pastda nomerlar qoldiramiz. Hammaga rahmat.